hazır sırak koyacağım. Sol erkekten bastalarımız üzerine cevap verirsizler. Fizik izin koyabilirim. Balanıza kolaylık bileceksiniz. Sol erkekten bastalı böyle hocam. Salikalı, sarılı, sükunlu, sulum, Ballarınız qanday astar yaxshi ko'radi? Qanday astar suyib yeydi? kurda, kazı, karda, hamur, Ballarınızın do'sti kim? adam bilelim, ayda birisi. Öyle olsun izin. Aslan. Ya ars iyice farklı. Ballarınız qanday tusda unuqadi? Белый. Bilmeyen bizi Ballarınızın jiy aytadigan so'zi. Qanday so'z ko'p qo'llanadi? Aytib kelmaydi. So'zlar barasida qanday so'zni ko'proq qo'llanadi? Sizni yaxshi ko'raman. Suyim. Ballarınız ashulaganda birinchi qanday so'z aytasiz? Qo'sh, mama dedi. Yo'q, siz ashulaganda balangizni qanday so'z? Qo'y bo'ldi endi dedi. Balangiz sportni qanday yaxshi ko'radi? Ağır Müslüman. Atletika gibi. Sabiy baxti deganingiz-ya? Sizni ismingiz-chi? Sabiy bak. Buradan başlayalım. Baktı bağışa. Aklı olmuşlar. Baklı olmuşlar. Ahmad baxti deganingiz sizni Kunduruk. Sezim tavlı. suyimli bolalarning omon bo'lsin. Yer azamat baxti deganing. Qo'shaqonlarim Xudoning oldidagi balachalar amonatni yetkazib deb o'ylayman. Balangiz sizga qanday ko'maklashadi? Ishonasizmi? Avuç. Balangiz sizga so'z qaytarsa, ne istaysiz?